kecha bemorlar u yoqqa kelib chiqdi, bu yoqqa kelib chiqdi. Kechirasiz, hamma xohlagancha ishladi shu paytgacha. Hozir kechirasiz, Afrikaga boring. Afrikaga borsangiz, men o'zimni sohamni aytyapman. Bolalar nevropatologiyaga o'chirik yo'q. Mana bunaqa emas. Bitta odamga 3 oylab o'chirik yo'q u yerda. Endi davlatlarda bor. Bizda bor. Nimaga desa, buni sababi ko'p. Kasallikni to'g'ri sarflashga qila olmaslik. Bizda nevrologlar hamma yo'l ko'rib ketaveradi. O'zi sohasida ko'rib ko'radi bizga. Uni sohasi boshqa edi o'zi. Reptolog degan mutaxassis bor. Psixolog degan mutaxassis bor. Epileptolog degan mutaxassis bor. Nevrolog o'zi aslida poliklinika bilan bo'limda ishlagan xodim. Poliklinika og'ir kasallikni bo'limga o'tkazib davolaydi. Bu ensefalit bo'ldi bemor davolay olmadingiz misol uchun. Endi nevrolog kasal emas u endi u reabilitolog kasal. Autizm bo'la keladi, nutq buzish bo'la keladi. Bizning kasal emas u. Psixolog kasal. Uni ABA terapiyasi, sensor integratsiyasi o'zini yo'nalishlari bor davolaydigan. Vaholanki bolalar oylab navbat turib nevropatologga kirishadi. Chet elga borsangiz bu doktor kirmaydi. Nevrolog ko'rmaydi ularni. Ko'rsa ham o'zi tomonidan muammo bor, tekshirib bo'ldi, ketadi. Oylab navbat tur demaydi ular. Bu favqulodda narsa bu. Nimaga desangiz, rivojlanyapti-ku hamma narsa. Bizning soha ham rivojlanish xohlaymanda. Hamma narsa rivojlanyapti-ku. Qachongacha bemor o'zimizni vrachlar qiynalib yashash kerak. Ilmni ol, tilni bil, malakani oshirib kel, misol. Keyin o'sha bo'yicha ishla. Kerakli tekshiruvni yozib ber, kerakli dorini yozib ber, bo'ldi. Ortiqcha manual qilma, ortiqcha mashinalik qilma. O'zingni sohangda ustalar turib tepada. Bilinib qoladi. Aldayotgani bilinib qoladi. Hatto diagnoz qo'ygan bilinib qoladi. Bilinib qoladi. Endi to'g'ri vrach bemorning oldida aytib olamiz, diagnoz saqlab, endi oxirgi paytda shay kelyapti. Nimaga desangiz, kasal ko'p, xohlagan vrachga boradi odamlar. Biz tibbiy anaqa madaniyati juda past. Odamlar endi bu yerda kasallarga ham alohida urg'u bor. Hozir o'zim vrachlar sohasini tushunganim uchun bularga tavsiya etib ketyapman. Kasallarga juda katta bosim anaqasi bor biz tomonidan. Kasallarning o'zi sodda. Kasallar juda sodda ham. Mendan chiqadida farrosh maktab uchun ketaveradi. Nargi vrachga. Mendan chiqadida aptekasiga borib, aptekachi maktabni dori olib qo'yadi. Misol, juda katta bemorlarning soddaligi, odamlarning soddaligi, misol yaqinda bitta joyga borgan, Andijonga bitta bemorimiz borganda 15 ta odam bitta qilib ko'ryapti. 15 ta odam bitta paytda ko'ryapti. Qanday qilib? Bu zaman o'tib ketdi, u zaman o'tib ketdi. Siz pul topyapsiz, pulingizga yarasha joyga boring. Yana u odamlar falon million oladi shu ko'ruvga. Alohida o'tirib, doktor bilan kamida 1 soat suhbat qilib, eng kamida bemor tekshirib, polni tekshiruvdan o'tkazib, bemor to'liq diagnozni qo'yib, bemor kasallik bo'yicha tushuncha berib, kasal uyda yozib kelgan barcha savollariga javob berib, kasal ichidan chiqsin. Mazza qildim shu vrachga kirib, mazza qildim. Men kasalligimni zo'r tushuntirib berdim. Hech qanday savol qolmadi deb chiqsa, qanday mazza misol.